Arslonim, kelishingizda Chorsudagi Bayram Fooddan men yaxshi ko'radigan lavash olib oling. Ha, o'zim Arslonim. Yevay, ayam so'riga o'tirib olganlarini qaraday. Qanday olib kirib ketaman lavashni? O'yla. Topdi. Ay, pochkam! Ha, tinchlikmi? Tinchlik emas, onam mashinada karsener yoqib yurib qo'ydim, shikili belni jitcha berib qo'yib, ichkariga kirib chiqay hozir 1 minut. O'la, onam bilmaydi deb o'ylaysanmi? Ko'yni sezadi onani. Opkir belingda yashil opkir ketib turgan lavashingni. Yediribchi xotiningga. Shunday ko'ynim qoldi sanlardan. Baki? Ayajon, kechiring, lavash yegim keluvdi-da. Vay, xotinimga lavash olib kelganimda o'g'lim bilan kelinimni turib olganini qara. Qanaqa obod ketaman endi men buni hozir. O'yla. Tovdim. Voy, pochkam, ay pochkam. Ya, adada tinchlikmi? Vo, tinchlik emas, pochka shunaqangi og'riyapti, shobodalatib yedim, shikili bay. Ye, dada, skoriy chaqiraymi? Skorini nima qilaman? Menga onang qarab o'rsin, onang tushunadi buni. Qarab ol. Voy, pochkam.